Qarang, Ulug'bek, pod'ezd tashkil qilibsizlar. Kvartiradan ancha baland bo'lib qolibdi-da urovingni. Kvartirani ichi poli kafil qilinadi, tashkil qilinadi, o'shani hisobini olganmisizlar? Ancha baland emasmi? Biz ichkariga kirgizganimiz sababi eshik qo'yganimizda eshikning tagi ochilib qolmasligini hisobini olganmiz. O'shaning uchun kvartiraning ichigacha stashkani olib kirganmiz. Ertaga eshik qo'yilgandan keyin yo bu betonni buzib tashlasa boshqatdan urovingga to'g'rilab boshqatdan o'zi stashka qilishi mumkin. Biz o'sha eshikning tagi ochilib qolmasligini hisobini olib shunaqa qilganmiz. Eshiklari parogi bo'lmaydimi? Eshigimiz parogi bo'ladi. Faqat parogi tagi betondan ancha pastda bo'lib qoladi-yu. Orasi ochilib qoladi. 5 sm, 6 sm uni yopa olmaymiz-da biz. O'shaning hisobiga biz stashkani ichkariga kirgizganmiz. Tushunarli. Stopli program hisoblanadi. Kimdir stopli pol desa, Hamma ham qo'lmaydi-ku stopli pol. Stopli pol qilmasa ham endi stashkani qalinroq qilib, tenglashtirib urovingni keltira oladi-da. O'sha eshikning tagini kesib tashlab, yog'ini o'zi urovingga to'g'rilab stashka qo'yish mumkin. Zonani salqit balandroq qiladi. Shunaqa qiladi. Bu nechinchi etajdamiz hozir? Biz 12-etajdamiz hozir. Qilib olmabdi-ku qani mana plani. 12-etajlarni qilib bo'ldi deylik. Yo'q. 13 bizada har bitta pod'ezdga, har bitta etajga alohida brigadlar tushgan. 13-etajga 3 ta bola, 12-etajga 4 ta bola, hammasi alohida tushgan. Demak, hozir mana bundan oldin ko'rganimiz 9-etajmidi? 9-etaj. 10-etaj. 10-etaj. 10-etaj polni bituvdi. Polni bitgan. 12 da chalishlari bor ekan. Demak, 13 dan 10 gacha 4 ta etaj qilmabdi-da hali. Biz 4 ta etaj deb noto'g'ri hisoblaymiz. Hammasini qilyapti.